vaqtgacha uzluksiz qorilar chiqsin. Qorilar chiqsin, ahlullahlar chiqsin, do'sti xudolar chiqsin, orif oshiqlar chiqsin, olim va amallar chiqsin. Parvardigor shu avvalgi aytganimizdek qishlog'imiz nomiga xalqimiz munosib, muvofiq bo'lsin Parvardigor. Haqiqiy mo'min bandalar yetib chiqsin Parvardigor. Shu mana hozir Ispaniyada 100 ta qancha qori bor ekan deb maqtanib yopti Ispaniyada. Xudoyonda boshida 4-5 yil ichida mo'minotda 1000 ta qori bor ekan deb chiqmog'ini Alloh nasib etsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Ya rahmanir rahim. Rahmat Alloh hammamizdan qabul qilsin. Kelgusi Ramazongacha hammamiz sihat salomatlik bilan, iymon, e'tiqod bilan safimiz kamaymasdan balki kuvayib fayz barokat bilan yetmoq Alloh nasib etsin. Qishda mana dehqonchiliklarimiz boshlanyapti. Parvardigor kasb korimizga, qishki korimizga, dehqonchiliklarimizga Alloh baraka bersin. Ofatdan, kulfatdan, har xil balolardan, sovuqlardan Parvardigor saqlasin. Barakatli bo'lsin. Ha, mayizlarimiz narxi oshsin. Ihson qiluvchilar ko'paysin. Allohu akbar. Oldu, qani ketdingiz. Hayda.